Bizga al-Malik bo'lgan Allohdan boshqa na ziyon, na foyda beruvchi yo'q degan e'tiqodda bo'lamiz. Ya'ni biz birinchi o'rinda e'tiqodimizni to'g'rilashimiz kerakki, al-Malik bo'lgan Allohdan boshqa hech kim bizga na foyda, na ziyon keltira olmaydi. Unga qodir emas. Ya'ni bu degani sen bu hayotda ikki yuzlamachi bo'lmaysan degani. Gapirsang haqqa gapirasan, amal qilsang haqqa amal qilasan va malomatchini malomatidan qo'rqmaysan. Ya'ni bu yo'lda senga ziyon qilaman degan kishilar senga ziyon qilishga molik emas degani. Ular nafaqat bizaga, balki o'ziga ham foyda yoki ziyon keltirishga molik emas degan. Ayni mana shu e'tiqodni Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalarga yoshligidan ta'lim berdi. Bunga dalil olarak mana hadis keladi Ibn Abbos radhiyallohu anhudan. Otda ketishayotgan paytida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Iza sa'alta fas'alillah." Agar so'rasang faqat Allohdan so'ra. Va iza ista'anta fasta'in billah. Agar biron bir narsaga muhtoj bo'lib iltijo qilaman desang, Allohgagina iltijo qilgin, undangina yordam so'ragin. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Va bilginki deyapti Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Agar butun ummat jamlanib senga foyda keltiraman desa, Alloh yozgan narsadan ortiq foyda keltira olmaydi. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Va agar butun ummat senga ziyon keltiraman deb jamlansa, Alloh yozgan narsadan ortiq ziyon keltira olmaydi. Rufi'atil aqlam va juffatis suhuf. Qalamlar ko'tarildi, siyohlar quridi dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bu degani bizga agar kimlardir va'da qilsa, bunday qilib yuboramiz, bunday qilib yuboramiz, sen hayotingni yaxshi qilib yuboramiz, zo'r bo'lib ketadi desa, unga ishonib qolmagin degani. Ya'ni insonlarga suyanib va'dasiga ishonib qolmaylikki, Allohdan boshqasi bizga foyda bera olmaydi. Alloh izn bermaguncha hech kim bizga foyda bera olmaydi. Va shu bilan birga agar butun dunyo sizga tahdid bilan qo'rqitsa, qo'rqib ketmang degani. Alloh izn bermaguncha hech kim sizga ziyon berishga molik emas. Molik bo'lgan zot buni qila oladi. Biz aytyapmizki, Allohdan boshqa hech kim biz ustimizda molik emas deyapmiz. Mana shu e'tiqod bizga chuqur kirish kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ayni mana shu e'tiqodni sahobalarning qalbida chuqur o'rin olishligi uchun shu ta'limni davomiy suratda qildilar.